Assalomu alaykum barchaga. Mana hozir Toshkent shahar Sergeli tuman ichki ishlar boshqarmasidan tergov jarayonidan chiqib kelyapman. Bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman va ichki ishlar vaziriga murojaat qilmoqchiman. Himoyamdagi shaxs obeddan beri ovqatsiz ushlab o'tirilibdi konvoy tomonidan. U o'zi qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Na tushlik berilgan, na ujin berilgan. Ikki mahal ovqatdan qolib ketyapti. Himoyamdagi shaxs mendan iltimos qilyapti, menga ovqat olib kelib bering. Qornim och, oshqozonda yazva bor, oshqozonda yara bor. Ovqat olib kelib bering iltimos etib. Xo'p, men olib kelib bermoqchiman, lekin konvoy ruxsat bermayapti. Tergovchi ham qarshi emas hech qanaqa. Faqat konvoy boshlig'i ruxsat bermayapti. Ularga payka ajratilmagan. Payka ajratish kerak-ku. Masalan, Toshturmada vaqtincha saqlash xonalarida payka ajratiladi-ku mahbuslarga, mahkumlarga, to'g'rimi? Bitta meni himoyamdagi shaxsdan emas gap. Umuman bitta boshqa shaxslar ham bor, boshqa mahbuslar ham bor ushlanib o'tiribdi. Hammasi ovqatsiz ushlab o'tirilibdi. Sudlarga olib borishadi konvoy. Sudda ham shu agar ko'p cho'ziladigan bo'lsa ovqatsiz qolib ketishadi. Har doim shu ahvol bo'lyapti. Men aytmoqchimanki, tizimni to'g'ri yo'lga solish kerak. Agar konvoyda shu mahbuslar sudga yoki tergovga olib boriladigan jarayonda ular ovqat bilan ta'minlanishi kerak. Tizimni ishga solish kerak demoqchiman. Iltimos qilaman. E'tiborlar uchun rahmat.